Ulug'lardan qaysi mazhabdasiz deb so'rasalar, otamni mazhabidaman debdilar. Ha men Imomi Azam Hanafiy mazhabidaman desalar bo'ladi. O'rtaga otani qo'yib, otamni mazhabidaman debdilar. Haqiqatdan musulmon farzandichalik otasini ulug'lagan biror bir xalq yo'q. Musulmonlar otani haqiqiy o'rniga, maqomiga qo'ya oladigan. Avni ibn Abdulloh aytadilar, farzand olim, 30 pora Qur'oni bor, ilmi bor, otani ilmi yo'q, oddiy namozxon. Jamoa bilan birgalikda otasiga ham imom bo'laversin. Otasi bilan yolg'iz qolganda odob yuzasidan otani oldiga chiqmasin debdilar. Ota chiqsinlar imomlikka, farzand orqada tursin. O'sha qori yigit olim bo'lsa-da, shayx bo'lsa ham ilm yo'q, otani orqasiga ergashsa odobga to'g'ri keladi debdilar. 30 pora Qur'oni bilan otani oldiga chiqolmagandan keyin ota oddiy odam bo'ladi. Ba'zi bir yigitlar aytadi-yu, ota-onam oddiy odamlar. O'zim o'qib, intilib, harakat qilib, qoqilib, surilib shu darajaga erishdim deb. Mana shu gap to'g'rilaylar yigitlar. Ota-onam oddiy degan so'zni o'rniga ota-onam ulug' insonlar deb aytinglar. Ota-onamiz boshqalar uchun oddiy bo'lishi mumkin, lekin farzand uchun ota-ona oddiy bo'lmaydi. Otamizdan, onamizdan biz uchun ulug' inson yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy bir dehqon bo'lsa ham, siz olimu, shayxu, murattab qori bo'lasizmi? Otamizning oldida biz ham hech kim emasmiz. Masalan, meni hozir shu yerga tepaga chiqarib qo'ydinglar. Sizlarga va'z aytyapman. Bir katta masjidni imomiman. Hammanglar menga qarab turibsizlar, suhbatimni eshityapsizlar. Sizlarning oldinglarda hurmatim bo'lishi mumkin. Lekin otamni oyoqlarini patak emasman. Farzand shunday deb bilish kerak. Ota oyog'ini patagiga ham to'g'ri kelmaydi farzand. O'zini shunday kamtar tutish kerak. Otam, onam deb yursanglar, yigitlar, kam bo'lmaysizlar.